Dasturimizda tibbiyot mavzusi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Samarqandda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan jalb etilgan turk shifokorlari ishtirokida ehtiyojmand oila farzandlari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan edi. Shu kunlarda ko'riklardan o'tkazilgan va jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lgan bolalarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan to'liq moliyalashtirilib, Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida bepul tarzda amalga oshirilayotgan jarrohlik amaliyotlari ehtiyojmand oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bemor bolalarni sog'lomlashtirish yo'lidagi ezgu sa'y-harakatlardan biridir. Darvoqe yaqinda ushbu markazda fond tomonidan o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlarda aniqlangan hamda jarrohlik amaliyotlariga muhtoj bolalarda shu kunlarda kuyishdan keyingi chandiqlar, yuqori lab hamda tanglay tug'ma nuqsonlari bo'yicha yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. 200 dan ortiq bemor bolalarni respublikadan tashqarida o'sha jarrohlik amaliyotlarini o'tkaztirib keldik va barcha xarajatlar bolalar qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan qoplandi. Lekin hozirgi aksiyalarimiz shunisi bilan yaxshiki, biz shu murojaat qilgan bolalarni barchalarini ko'rdik va Samarqand viloyatidan ko'p murojaat bo'lganligi sababli biz har bir bolani Turkiyaga yoki Koreyaga, Rossiyaga yuborishdan ko'ra bu yerga mutaxassislarni olib kelib, bularni hammasini barchasini bir shifoxonaga yig'ib, tibbiy ko'riklarni tashkil qilib, shu yerni o'zida bolalarga shu tibbiy yordamni ko'rsatishni ma'qul ko'rdik. May oyida Samarqandni uzoq tumanlarida yashaydigan oiladagi bolalar, nogironligi bo'lgan bolalar hamda qiyinchilikka uchragan oiladagi bolalar va kam ta'minlangan oiladagi bolalarni, bemor bolalarni yig'dik va shu yerni o'zida tibbiy ko'riklar tashkil qildik. Bu vaqtni o'zida biz bolalarni jarrohlik amaliyotini o'sha o'zbekistonlik shifokorlar tomonidan qila oladigan va qila olmaydigan turlariga bo'ldik hamda hozirgi tadbirimiz, aksiyamiz o'sha Turkiyaning shifokorlarini yana taklif qildik va shu yerni o'zida shu bolalar tanlangan 30 dan ortiq bolalarni jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqdamiz. Ama Samarqandda ikinci geliyor. Bundan bir necha oy avval Samarqandda bolalarni umumiy xirurgiya, kardiologiya va murakkab plastik xirurgiya yo'nalishida tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularni reabilitatsiya qilish va keyingi bosqichda operatsiyaga tayyorlash uchun saralab olgan edik. Ayni kunlarda esa ularning 30 nafarida jarrohlik amaliyotlari o'tkazyapmiz. Turkiyadan jarrohlar guruhi tashrif buyurgan. Operatsiyalarni mahalliy shifokorlar bilan birga o'tkazayotganimiz ular uchun ham tajriba vazifasini o'taydi. Albatta biz uchun zarur sharoitlarni yaratib bergan va qo'llab-quvvatlagan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga minnatdorlik bildiramiz. Kelgusida bu kabi ishlarda hamkorlikda davom etamiz. Turkiyalik hamda mahalliy shifokorlar ishtirokida 30 nafar bolalarda o'tkazilayotgan murakkab jarrohlik amaliyotlari yurtimizda tibbiyotga qaratilayotgan e'tibor natijasi. Shu bilan birga inson qadri, uning manfaatlari nechog'lik yuksak qadriyat ekanligini amaldagi ifodasidir. O'g'lim yoshligida kuyib qolgandi, shunga operatsiya qildirgani keldik, uchrashdik. Turk mutaxassislar yaxshi qilib beramiz dedi, hammasi bepul ekan. Prezidentimizga rahmat, bolalarni o'ylagani uchun. Bir hafta davomida markazimizda 31 ta bemorga yuqori texnologik operatsiyalar rejalashtirilgan. Hayot uchun kerakli organlarda, mana qo'llarda, oyoqlarda harakatli cheklanishi bilan bemorlarni hayot sifatini yomonlashtirgan. Bizlar turk mutaxassislarimiz bilan tajriba almashish maqsadida harakatni tiklash, sog'lom hayot bag'ishlamoqchimiz. Mana shu natija bo'yicha harakat qilyapmiz. Albatta, bu kabi aksiyalar ehtiyojmand oilalarga quvonch olib kirish, bemor bolalarni sog'lom hayotga qaytarish yo'lidagi ezgu tashabbus bo'lish bilan birga xorijning ilg'or davolash va tekshirish texnologiyalarini mamlakatimiz tibbiyot muassasalariga keng tatbiq etish, mahalliy shifokorlar uchun o'zaro tajriba almashish imkonini ham beradi.